kurtak payvand qilishda novda qanday holatda bo'ladi-yu, kurtak bilan qanday bir-biriga moslashtiriladi? Aslida kurtak payvandni yilning qaysi paytida amalga oshirish maqbul hisoblanadi? Ushbu payvand usulining boshqalardan afzalligi haqida mutaxassis o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston sharoitida shu issiq davrlar o'tgandan keyin iyulning oxiridan sentyabrning yarmigacha payvand qilinadi. O'shanda ko'karish foizi yuqori bo'ladi. Payvand qilishdan maqsad navda o'zini to'g'ridan-to'g'ri ekadigan bo'lsak, yerga moslash qiyin bo'ladi. O'shaning hisobiga biz payvandaklarga ekib, payvand qilib o'shani yetishtiramiz. Maqsad o'sha payvandak chunki yovvoyilik xususiyati bo'ladi. Yerlarga mos keladigan, har xil iqlimga mos keladigan payvandaklar tanlab olib, o'shalarga har xil sortlarni ulab, ko'chat yetishtiramiz. O'shanda mevani sifati ham, hosildorligi ham yuqori bo'ladi, shakli ham, rangi ham, hamma tomonlama eksportbop meva olishimiz maqsad qilib olingan o'zi aslida bu. Bizda O'zbekiston sharoitida o'sha kurtak payvand usulidan foydalanadi ko'chat yetishtirishda. Maqsad o'sha kurtakdan payvand qilinsa, daraxt yaxshi bir-biriga jipslashib, mutanossibligi yaxshi bo'lib, ertaga yaxshi ko'karib, yaxshi meva beradi. Maqsad o'sha. Hozir kurtak payvand qilishda birinchi navbatda ko'chat yetishtirishda yetishtiriladigan joyda iqlimidan, tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqib, nav tayyorlanib olinadi. Bundan keyin o'sha navdan pishgan 1 yillik navda tanlab olinadi. Bu maqsad buni tanlab olishdan 1 yillik navda yosh bo'ladi, baquvvat bo'ladi. O'zida hamma ozuqalarni jamlagan bo'ladi. Ko'karib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'shaning uchun 1 yillik pishgan navdan tanlab olamiz. Pishgan navdan tanlab olishdan maqsad o'sha kurtakni olgan paytimiz po'sti yaxshi ajralishi uchun. Kurtakni keskanda yog'och bilan kesiladi-da, keyin yog'ochli qism olib tashaladi. O'shanda kurtagimiz yaxshi payvandakka o'rnashib, ertaga yaxshi ko'chat tayyor bo'lishi uchun. Mana endi navdan tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin qiladigan ishimiz buni suvga solib qo'yib namlab qo'yamiz. Undan keyingi jarayonimiz buni tayyorlaymiz, kesib olinadi. Navdani ham kesib olgandan keyin uch qismidan olinmaydi, pastki qismidan olinmaydi, o'rta qismidan olinadi. Uch qismi pishmagan bo'lishi mumkin, bu yoq tomoni ko'proq yog'ochlanib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha po'sti yaxshi ajralmaydi. O'sha o'rta qismini olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi, ko'chatimizga ham yaxshi o'rnashadi. Buni qilishdan keyin barglarni ozgina qoldirib, nimasini kesamiz. Bargini kesib chiqamiz, ozgina qoldirib. Mana shunaqa kesib chiqamiz. Mana hammasini mana shunaqa tartibda kesib chiqiladi. Bu bandini ozgina qoldirishdan maqsad o'sha kurtak qilgan payti, o'sha payvand qilgan payti kurtakni kesib oladi-da, o'sha o'rnatishda mana shu nimadan ushlaydi, navdan ushlab, joyiga tushirib qo'yadi. Albatta, o'simlikka mehr bergan inson borki, bog'lar barpo etishni istaydi. Bog'larda esa turli tuman mevalarning bo'lishini istagan bog'bon kurtak payvand qanday qilib amalga oshirilishini bilishi lozim. Shunday emasmi? Unda diqqat qiling. Kurtak payvand qilish quyidagicha amalga oshiriladi. Kurtak payvand uchun bizga birinchi navbatda mana payvand pichog'imiz bor. Oldida o'tkir pichoq bo'ladi va albatta oxirida silliqlangan detalli bo'ladi, plastmassadan, alyuminiydan har xil. Bu ochish uchun hozir ko'rsatamiz nima uchun kerakligini va polietilen plyonka kerak bo'ladi. Kurtak qilishimizdan oldin birinchi navbatda dalani kurtak payvandga tayyorlab olishimiz kerak. Payvandlarimiz eng kichkinasi qalamdek bo'lishi kerak va undan yuqori bo'lishi kerak. Suv yaxshi quyilgan bo'lishi kerak, chunki bir hafta 10 kun oldin suv qo'yish boshlanadi, to'yib dala sug'orilgan bo'lishi kerak. Sababi bu o'sha payvanddagi terisi yaxshi ko'chishi kerak. Payvand o'shanda olish foizi ko'proq bo'ladi, yuqoriroq bo'ladi. Bu payvanddagi dalamiz Kremskiy 5, ya'ni gilos payvanddagi hisoblanadi. Bunga hozir mana Dragana Joltey degan gilos namimiz bor, o'shani ulaymiz. Kurtak payvand qilayotganimizda har xil shakldan foydalansak bo'ladi. Biz ishlab chiqarishda asosan T shakldan foydalanamiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Ildiz bo'g'zidan 5 sm gacha yuqorigacha payvand ursak bo'ladi. Birinchi kundalik kesib olinadi va keyin bo'ylamasiga tortiladi. Ya'ni T shakl keldi va pichoqning orqasi bilan ochib olinadi. Nudadan ko'z olishni ham ko'rsatib ketaman. Mana boya tayyorlangan nudamiz oldik. Buni suvga solib qo'yamiz va suvdan oldik. Hozir ko'zini kalta qoldirib kesamiz va orqa tarafidan bo'ylamasiga tortamiz. Shunda yog'ochlangan qism qolmasligi kerak bunda. Buni boyaga joyga ulaymiz. Xuddi mana shunday T'ni orasiga ulaymiz. Tepasi bu T kesgan joyimiz bilan bir xil tushishi kerak. Va buni polietilen plyonka yoki parafin o'zi payvanddagi bor, shundan foydalanib qilishimiz mumkin. Tagidan o'raladi 2 marta. Plyonka o'rashning asosiy bir jihati bor. Bu bandi tagidagi ko'z ochiq qolishi kerak. Agar buni plyonka bilan yopib qo'yadigan bo'lsak, qilgan payvandimiz ushamaydi. Bitta narsani eslatib o'taman sizlarga, ko'pchilik bitta daraxt turida 2 xil, 3 xil payvand qilib, 2 xil, 3 xil meva olgisi keladi, lekin ko'chatxonada hech qachon ikkita payvand qilinmaydi. Ko'chatxonada har doim bitta payvand qilib, bitta payvand olib chiqiladi va ikkinchi yili ko'chat tayyor bo'lgandan keyin bu 2 xil, 3 xil mevani payvand qilishimiz mumkin. Buni hozir mana payvand qilib bo'ldik. Payvand qilganimizdan keyin mana qatorini bo'lishimiz bilan dalaga suv qo'yishimiz kerak. Suv ichgan ko'chat payvandak tanasida suv aylanadi va payvandakni kurtakni ushashi, ya'ni payvandni ushashi foizi yuqori bo'ladi. Ko'pchilikka qiziq, bu salatan qachon olinadi? Bu asosan bahorda uyg'onishidan oldin ushagan payvandlarimizni ustidan kesib tashlaymiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Mana shu ahvolda kesiladi.
Bo'ldi, salafanga tegmaymiz, chunki salafan o'zi yechiladi. Asosan payvand qilganimizda ko'zini iloji boricha shamolga teskari, ya'ni shamol tarafdan payvand uramiz. Shunda payvandlarimiz sinish ehtimoli juda kam bo'ladi.